O'rtoqlar, hozir men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidaman. Men o'zi asli shu yerlikman. Ota-onam mana shu joyda yashashadi va ko'pchilik mendan Samarqandni qayerdansiz desa Qo'shrabotlikman desam ko'pchilik bilmaydi. Lekin Qo'shrabotliklarda dong'i chiqqan bitta tomoni bor. Davlat darajasida ishlaydigan, lavozimlarda ishlaydiganlar Qo'shrabotni juda yaxshi bilishadi. Chunki bu yer hokimlar, katta-katta lavozim egalarini yetishtirib chiqqan. Nima uchun? Bizi bitta boshqa tumanlardan farqli tomonimiz bor. Mana shu dashtlarimiz. Keng dalayu biyobonlarimiz faqat mana shu dashtliklardan iborat. Va bu yerda bizning asosiy motivatsiyamiz nima? Mana mol qo'ylar. Bolalar kichkinaligidan bu yerda asosiy motivatsiyasi shu mol qo'y, chorvachilik bo'lgan va yosh bolalar kichkina paytidan shu qo'liga kitobini oladi-da, nonini, suvini oladi-da, mol boqadi. Ko'pchilik mana hokimi, prokurorlar, katta-katta lavozimdagilar aynan mana shu yo'lni bosib o'tishgan va bu dashtliklar ularga katta motivatsiya bergan. Ya'ni men mana shu joyda qolib ketmasligim kerak, nomim chiqmay o'lib ketmasligim kerak deb harakat qilishgan va shuning uchun Qo'shrabotliklar juda qattiq o'qishadi. Chunki bizdagi sharoit boshqa tumanlardagi sharoitdan birmuncha pastroq, lekin bu bizni yana ham ko'proq motivatsiya olib o'qishimizga yordam bergan. Bu videoni bolaligida mana shunaqa mol qo'y boqib, kitob o'qib, katta odam bo'lib ketgan insonlarga jo'natib qo'yinglar, yoshligini bir eslasin. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni.